Ba'zi holatlarda ko'p patsientlar keladi, hattoki sizni yoshingizdagi patsientlar ham keladi va ko'krak qafasimda og'riq bor, ko'krak qafasining chap qismida og'riq bor deb bezovtalanib kelishadi. Ya'ni mana shu chap tomonda bo'ladi. Da, yurakdan deb o'ylashadi ular. Aslida bu sizni yoshingizda yurak unchalik ham bezovta qilmaydi ko'pchilikda. Bu mushak va nervlarning shamollashi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Analizlarni tekshirganimizda hammasi yaxshi chiqadi. Shuni unutmasligimiz kerakki, yurak og'riqlari to'sh suyagining ortida sanchuvchi, bosuvchi, qisuvchi va kuydiruvchi bo'ladi. Bu og'riqlar nagruzka vaqtida, yugurganingizda, yurganingizda, og'ir ishlar qilganingizda yoki sport bilan shug'ullanganingizda yurak og'riqlari kuchayadi va siz o'tirganingizda og'riqlar kamayadi. Agar siz dam olib o'tirganingizda ham og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, zinalardan chiqqaningizda yoki sport bilan shug'ullanganingizda og'riqning intensivligi kuchaymasa, demak bu yurak og'riqlari emas, bu oddiy miyozit yoki nerv shamollashi bo'lishi mumkin.